Sovuq qish kunlari issiqqina uyda o'tirib, oilaviy kino ko'rish yoqimli mashg'ulot. Bayram arafasida esa doimgidek biz sevgan komediyalar efirga beriladi. Masalan, Uyda yolg'iz komediyasi bolalarni ko'zdan yosh chiqquncha kulishga, kattalarni esa bolaligini eslashga majbur qiladi. Keling, bugun ana shu filmga oid ayrim ma'lumotlarni eslab o'tamiz. Prodyuserlar Makaley Kalkinni 1989-yilda Bak amaki filmida ko'rgandan so'ng Uyda yolg'izda suratga olish fikri tug'ilgan. Bola amakisini shu qadar abjirlik bilan ovora qilganki, prodyuserlar bundan foyda olishga qaror qilishgan. Prodyuserlar g'oyani muvaffaqiyatli amalga oshirishdi. Kartina barcha Rojdestvo filmlari tarixida eng omadlisi bo'ldi. Byudjeti $15 million bo'lgan film butun dunyoda $500 million ko'proq kassa to'pladi. Komediya eng omadli film sifatida Ginnesning rekordlar kitobidan ham joy oldi. Salbiy qahramonlardan biri Daniel Stern yuzida o'rgimchak bilan baqiradigan sahnada suratga olish maydonchasida jimlik hukmron edi. Chunki o'rgimchak baqiriqdan qo'rqib, yuzdan sakrab tushgan bo'lardi. Shuning uchun aktyor o'zini baqirayotgandek ko'rsatgan. Avvaliga Gari roliga Robert De Nironi taklif qilishgan, ammo u taklifni rad etgan. Natijada rolni aktyor Jo Pesci ijro qildi. Makaley Kalkin filmni chindan ham omadli filmga aylantira olgan. Uning zinada o'tirib, "Xo'sh, yigitlar, yana kerakmi?" deydigan joyi aslida improvizatsiya. Bunday gap ssenariyda bo'lmagan. Kevin tomosha qiladigan film aslida mavjud emas. Bu parchani atay, ammo 1939-yildagi Iflos yuzli farishtalar filmi g'oyasi asosida suratga olishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Makaleyning baqirayotgani tasvirlangan film posteri Edward Munchning Qichqiriq filmi g'oyasi asosida yaratilgan. Suratga olish jarayonida Jo Pesci Makaleydan o'zini olib qochgan, chunki bola uni yovuz deb o'ylashini istagan. Yovuz qahramon Kevinning oyog'idan tishlaydigan sahnalardan birida Jo chindan ham Makaleyni tishlab olgan. Oqibatda bolaning oyog'ida chandiq qolib ketgan. Kevinning harbiy rejasini Kalkinning o'zi chizgan. McAllisterlar uyi Lincoln Avenue'da joylashgan. Ushbu xususiy mulkda 5 ta yotoqxona, 3 ta vannaxona, chordoq, kamin, oranjereya bor. Illinoys shtatining e'tiborga arziydigan joylar ro'yxatiga kiritilgan.